Assalomu alaykum, biz kuzatib turgan obunachilarimiz. Mana fantaziya shoxdorlarimiz 2025-yil 9-iyun sanasida terilyapti eksportga. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana hosildorligiga ham, kalibrlariga ham o'zlari bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana hosilni qaranglar. Mo'l-ko'l bo'lib yotibdi. Ishonchli ko'chatlari bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bitta like bosib qo'yinglar do'stlar. Mevaga mana qizarib pishib yotibdi. Buj meva degan joyi shu bo'ladi. Kalibri ham o'ta yirik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, biz kuzatishda davom etinglar.